ko'chada qor yog'ib yotibdi o'rtoqlar. Xitoyliklar ham O'zbekistonga olib samesni ishlab chiqarish qilib narxlarni sindiraman deb o'ylashyapti. Lekin hozir men bitta narx aytaman, aynan mana shu makasivalarimizga Xitoydan kirib kelgan makasivamizga xitoyliklarning o'zi ham shokda qoladi o'rtoqlar. Tasavvur qilsanglar, mana shu makasivalarimizni aynan qor yog'gani uchun xalqqa hadavoy bo'ladigan narsani makasivalarimizni sizlarga skidka qilib bermoqchiman. Nech pul deb o'ylaysizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Aynan sizlarga narxi 35 ming so'm. Birinchi bu eshitib o'zim ham shokda qoldim. Xo'jayin chiqaradilar, bilasizlar narxini. Tohir akimda turibdilar-da, 35 ming chiqarasan deb turibdilar. Men hayron qoldim. 35 ming so'mga tasavvur qilinglar, Xitoydan primoy ursanglar ham bunaqa narx bo'lmaydi. Endi buni hisoblab, kargolarni hisoblab ko'rsanglar ham bo'ladi. Xullas, mana shu o'gilarimizni 35 mingga sizlarga chiqarib yubordik. Xitoydan kirib keladigan o'gilarimiz ichlari mexli, maza qilib kiysanglar bo'ladi. Даже mana ham olib turib yuvsanglar ham bo'ladi. Endi mana bunaqa teglarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Keling sizlarga obzorni boshlab beraman. Mana bu yerda ham bejviy rangidan bor. Mana bunaqa broshkalarida farq qiladi. Qora rangi bor, mana broshkasini qaranglar. Bu ham nejniy chiqqan ekan. Mana bejviysi, mana ham skromniy, sal bogatyroq broshkada chiqqan. Mana ham yana bitta broshkali. Kelinglar, mana modeli ham bitta ko'rib o'tasizlar. Mana bor. Bu yoq skromniy modeli bor. 35 ming so'mga arzisa, like bosib, komment bosib, tez kerakli odamlarga jo'natib qo'yinglar mana shu videoni. Keyin mana modelini qaranglar. Bu ham shunaqa zo'r, zamshli, oyoqlarni issiqqa tutadi, ichlari ham mexli. Hammasini 35 ming so'mga bemalol kelib olib ketsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Nishoiz bemalol emas, uzr, tez olib ketinglar. Chunki tugab ketadi, bunaqa narxi yo'q-ku. Xullas, dastavka xizmatinglar bormi? 12 ta viloyatliklar ham qolib ketmaydimi deyishinglar mumkin. Albatta, viloyatga ham jo'natib beramiz. 12 ta viloyatga dastavka xizmatlarimiz bor. Narxi 35 ming so'm. Nishoizga yorasizlar. Manzilimiz Sergelida joylashgan. Nishoiz deb yozsanglar, navigatorda ham, Yandexda ham chiqib keladi. Shoshilinglar. Hurmatli negativlar, hozir o'yladinglar, O'zbekistonni sotyaptim. Nimaga men Xitoy dedim? Xitoy tovarlarimga har doim Xitoydan kirib keladi deb javob bera olaman. Sifatli, kачествоni bitta ko'rib o'rsanglar ham bo'ladi. Даже orqasiga unaqa o'girib bera olaman sizlarga. Bemalol 35 ming so'mdan olib ketaverasizlar endi. Shunga ham negativ qilmanglar.